Salom hammaga. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Love story'imizni yasatgani keldim. Mana ko'ramiz. Bugun qanaqa love story qilamiz va shular bo'yicha sizlarga ozgina ma'lumot berib o'taman. Nimalar ishlatyapman va nimalar qo'yib yasatib beryapman. Nimani material bilasizlarmi? Bir-biriga ishlatadigan material, tepasidagi taxtasi bu. Zashitkasini shu ishlatyapman. Yuborsam ham toza bo'ladi. Xo'p, xullas o'zini qizil gilami bor ekan. Nimaga qizil gilam qovurmaydimi desa, yo'q, rasmda qizilmas, tegidagisi oqida, o'shaning uchun oq shifonimni olib keldim. Ko'ryapsizlar, barjur qilishga, gullarni ko'tarib dekor qilishimizga buxoro arkalarimni oyog'ini olib keldim va o'rtasiga taxta qo'yib, taxtada skochda qotiraman. Bolalarga aytaman, ular qotirib tashlaydi. Xullas, bizga qanaqadir osnova kerak, karkas kerak. Yasatmoqchi bo'lgan gullarim teparoqda va balandroq turishi uchun karkas kerak va shu karkasni qanaqa nimadan yasadingiz desanglar, buxoro arkalarimni oyog'idan yasab tashlayman. Ko'rib turibsizlar, 4 ta buxoro, to'g'risi 2 ta buxoro arkamni 4 ta oyog'ini olib kelganman va o'rtasiga taxta qilib uzaytiryapman, kattalashtiryapman. Xuddi shunaqa stilda yo'laklarga ham qilsanglar bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, karkas nima degani. Gullarim teparoqda turishi uchun karkas kerak. Xullas, karkaslarimizni tayyorlab olganimizdan keyin ustilariga yashil barglarimizni qo'yib yopib chiqamiz karkasimizni. Yigitlar mana shu ikkita qo'lidagi karkasni yopib, skotchlab, gullab chiqqunligicha men bo'lsa serdechkamizni atirgul bilan yopib chiqishga harakat qilaman. Tez-tez atirgullarim po'shning bo'lgancha atirgullarimni ishlatdim. Mana shu serdechkamga hammasini oq atirgullarni o'rab chiqaman. Xohlasam zajim, xohlasam skotchda yopishtirib, hammasini o'rnatib chiqishim kerak. Ko'pchilik savol beradi, shu yonib turgan Merimi yozuvini qayerdan oldingiz deb. Men uni prokatga oldim. Prokatga 300 mingdan oldim. Mana qaranglar, atirgullarimni hammasini qo'yib chiqqandan keyin buni to'ldirib chiqamiz. To'ldirish nimada bo'ladi? Mana shunaqa oq barglarimni shu atirgulga qo'yib to'ldirib chiqaman. Pishnisi beradi. Xullas, bularni ikkita yon tarafdagi gullaga ham berdim. Orasiga va albatta jo'xori gullarimni qo'yib beramiz. Mana shuni 4 xil rangini olganman. Bu gul juda ham menga yoqadi. Mana shunga ham qo'ydim va albatta oq atirgul, oq arkamga ham olgandim shu gullarni. Bu yoqqa ham ishlatgim keldi. Xullas, hammasiga gullarni qo'yib, bir-biriga moslashtirib terib chiqamiz. Ko'rib turibsizlar, Love Story Merimi dekoratsiyamizni bitirib berdik. Kuyov bolamiz kelinimizga haqiqiy surpriz qildi. Kelinimiz bu haqda bilmagan edi va uchun zo'r surpriz bo'ldi. Uzuvlarni berib va rasmlarga tushishni boshlashdi. Xullas, men bu ishimni $350 ga sotib berdim.